Yo'q, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Barnam bo'ldim. Videomizga xush kelibsizlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, yo'q do'stlar, bugungi videomizda sizlar kutgan yangi qishloqda videomizni olyapman do'stlar. Juda ham yaxshi video bo'lishiga ishonchim komil. Do'stlar, endi siz mana shu yangi qishloqda postga qo'yganimda ko'proq ovoz keldi. Barak shahridan ko'ra endi mana shu qishloqda endi men yangi uylar qurib, ya'ni shaharga aylantiraman. Bugungi qismda emas, afsuski mana shu 666-setda qishloq afsuski hamma yeri yomon bo'ladi. Masalan, ko'pchilik yerlar chuqur, g'orlar ko'p bo'ladi. Hammasini ko'mib tashlamiz bugun endi. Do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birga Minecraft'da. Va do'stlar, mana shu yangi qishloqni, ya'ni yangi shaharni nomini berish kerak. Sizlar yozing. Agarda ko'nglimga yoqqan bo'lsa, ko'nglimga yoqadigan qilib yozib, zo'r qilib nom topsangiz, shuni men nomini qo'yaman do'stlar. Ana ketdik. Do'stlar, oldingi videoda ko'rgan bo'lsangiz, sizlar men qamoqxonada, ya'ni yo'qdagi qamoqxonadan qochib kelgandim. Meni uyimda yotog'imdan keyin shu yoqda spawn qilib, meni shu yoqda qoldirib ketgan edi. Endi men do'stlar yangi sizga aytgandek, yangi uy beraman deganda oldingi videoni ko'ring iltimos. Prosmotrlar yetmayapti. Shuni ko'rsangiz hammasini tushunib olasiz. Endi do'stlar, bu yangi shu menga tashab ketgan uy ekan, normal uy ekan do'stlar, yaxshigina naqshlari ham bor. Mana hammangiz ko'rganingizdek juda ham kattaroq uy ekan. Oldingi uyim esa shunchaki yog'ochdan qilingan edi do'stlar. Endi ishga kiramiz. Mana do'stlar, uyni zo'r. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek. Mana shu piramidadagidek rasmlar chizib ketgan. Endi tushunsak, shu yoqda piramidani ichidan qochmadim. Bir kvadrat shaklidagi shu piramidaga o'xshagan bir sirli joydan qochdim. Endi shu eski fir'avnlarning o'zining nimasi bo'lsa kerak, o'zining saroyiga o'xshagan. Endi ular ham mana rasmlarni chizib ketgan ekan. Men uyimga shunaqa 2 kuncha bo'ldi. Mana shu nima bo'ldi? Rasmlar mana. Yo'q, bu rasm bo'lmaydi. Qani, mana. Yo'q, do'stlar, bunda kattasi kerak emas menga. Kichkinasi kerak. Mana shu normal. Endi 2-qavat bor do'stlar, 2-qavat. Mana yotog'im, mana qizil rangda va mana gilamlar va 2-etajni nimalari mana. Bu esa bayroqlar. Endi menga bunaqa qilib ham yozib ketgan, endi uni yo'q qilib tashladim. Qishloqlar vahima qilmasin deb, sababi ular eski fir'avnlar desa qo'rqadi. Bu bayroqni yangi shaharning bayrog'i deb tan olaman. Qanaqa bayroqni ko'ringlar. Endi do'stlar, mana uyim endi shunaqa yog'ochdan, toshdan emas, shunaqa sariq toshdan qurilgan. Endi fir'avnlar tashib ketgan piramidalarni endi eski Misr-ku bu endi. To'g'rimi do'stlar? Bularni nima desangiz, bu yangi shaharni yo'l oldingi Barak shahrida ham shunaqaroq edi, lekin bunaqadan emas edi. Ya'ni endi bu Misr shahri bu do'stlar, ko'rayotganingizdek tilim aylanmayapti. Shunaqa yo'li endi bu chetda yuradigan yo'l. Yo'l yoqgan bo'lsa like bosing. Bular nima deb o'ylasangiz, bu qizil bayroq va yashil bayroq. Qizil bayroqda endi yangi shahar qurganda buni olib tashlaymiz. Bu uyni buzib tashlaymiz. Yashil belgisi esa bu yerni yangilaymiz, ya'ni yaxshiroq qilib qurib, yangilab rivojlantirib tashlaymiz degani. Va do'stlar, bu yoqqa qarasangiz endi katta maydon bor. Shu katta maydonga katta yo'llar qurib, mashinalar qurib, mashinalar emas, uylar qurib, binolar qurib tashlaymiz. Agar sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangizgina. Salom qishloq, yangi qishloqqa ko'chib kelgan yangi insonman. Shuning uchun sen menga sening ismingni ayt, qani, sen uying qaysi? Shuni buzishim mumkin. Yo'q, sen yangi qishloqmisan? Yo'q, men yangi qishloq emasman. Men odamman. Sizlar yetasiz, ya'ni qishloqlar. Mayli bo'ldi. Meni uyim qizil bayroqda o'rnatilgan ekan. U 2 qavatli bino.
Nima deding? Yana o'zgina ayt. Masalan, mani uyimni buzmoqchi bo'lsang, 3 qavat qurib ber. Sababi bunaqa uydan charchab ketdim. Sen menga yangi uy qurib berasanmi? Bizga boshliq aytgandi, sotuvchi, quruvchi. Bizning mana shu qishloqni boshlig'i, ya'ni sen kelgandan keyin bilmaysan-ku yangi bo'lganingga. Shu quruvchiga borsak, aytib beradi senga. Xo'p, bo'ladi. U qayerda turadi? U o'rtaga qarash yo'qda turadi. U yoq borsang bo'ladi. U yoqda qishloqlardan so'rab ko'rsang bo'ladi. Unda rahmat. Do'stlar, bizning yangi qishlog'imizda boshliq bor ekan. Oldingi shaharda, Barak shahrida katta step degandik. Bu yoqda ham boshqa ekan. Katta step asosan diplomat edi, ya'ni ish topshiradigan. Nima deydi? Bir askarmi, shunaqa odam edi. Diplomat ham askar endi. Bu qishloqda quruvchi boshliq ekan. Qani bu yoqqa boramiz. Bu yoqda mana ko'rin. Kech bo'lyapti do'stlar. Qisqalik qishloq ekan. Hamma yer iflos bo'lyapti, lekin hamma yerni tozalab tashlash kerak. Men o'zimga buni kiyib yuray. Zo'r bo'ladi do'stlar. Mana o'zimda 64, buni asosan o'zim qaz bo'lganman. Bular endi mana shu yangi qishloqni oldingi qishloqda izolab bo'lsa, bu qishloqda mana shu oltin tushib ketmasin suvga. Oltinlarning maydalangan bo'laklari. Bu esa temir qilchdek zo'r olti uron oladi. Bu ham yaxshi, ya'ni misrliklar tashlab ketgan-da bu rabunlar menga. Bu nima? Quruvchilik ishi. Quruvchilik ishi deydi, kiramiz. Qani kiraveraymi? Ha, kiraver. Qani kiramiz do'stlar, qani. Wow, bular ham san'at asarlari bor ekan-ku bu yoqda. Salom, sizning ismingiz quruvchi Hitelmi? Ha, sen ishga keldingmi? Ishga olaman agarda kirsak. Ha, kiraman. Qanaqa ish bu? Ya'ni sen uylar, binolar va boshqa piramidalar qurasan. Agar shu ish qo'lingdan kelsa, senga juda ham ko'p pul beramiz. Yaxshi, ko'p pul berganingiz. Kech bo'ldi, nima qilsam ekan? Mayli. Siz quruvchi Hitel bo'lsangiz, siz menga ish berasiz. Boshliq bo'lsangiz, agarda men asosan nimalar katta qilib quramanmi yoki o'zim quramanmi yoki yonimda boshqalar bo'ladimi? Bir o'zing qurasan, boshqalar qurmaydi. O'zing qurishni bilasan-ku, to'g'rimi? Ha. Sen yangi odamsan, ya'ni bizdan Hitel bo'lsak, sen odamsan. Yangi qishloq bu, shaharga aylantirishga yordam berasan-ku, men asosan shaharga aylantirmoqchiman. Shundan yordam bersang, sen ham nima qilib, boshliq qilib saylayman. Juda ham zo'r. Oldingi eslasangiz, oldingi Barak shahrida ham katta step menga shunaqa boshliq bo'l deganda, men qanaqa boshliq bo'lganim esimda bo'lmayapti-da do'stlar. Qanaqa boshliq bo'lganim, takki mayli. Keyin eslaymiz. Xullas, men endi uyga bora qolay. Ertaga tongda kelarman sizga. O'zim aytgancha mana shu qishloqni ozgina ta'mir talab qilmoqchi edim. Iflos bo'lyapti endi. Unda mayli o'zing bo'l. Mayli, ketaverman unda. Mayli. Do'stlar, bizlar endi yangi qishlog'imizni shaharga aylantirishni yordam berishimiz kerak endi. Endi uyga qaytishim kerakman. Bu qishloqda bularni ko'ryapsizmi? Qizil bayroqlar juda ham ko'p. Men o'rnatganman bularni yo'q qilishni. Hammasini o'rnatganman. Bu nima? Mushuk ekan, qo'rqib ketdim-ku bu. Ana kiramiz. Yangi uyimiz ham juda ham pishnam do'stlar. Yuqori qavatda yotamiz. Oldingi uyimiz nima? Do'stlar, oldingi Barak shahrida, eski Barak shahri bor-ku, o'zim qurgan shu Barak shahrida uyim zo'rmi yoki ya'ni San Andreas bor-ku, Gitaga o'xshagan. Keyin ikkinchi Barak shahri. Shu Barak shahridagi uyim zo'rmi yoki mana shu yangi uy zo'rmi? Kommentariyada qoldiring. Iltimos, yozib qo'ying. Kommentariyada hech kim yozmaydi, o'zgina aktivlar yozadi. Sizlar aktiv bo'lsangiz yozinglar endi. Qulaymiz. Turdik endi do'stlar, endi biz ketamiz.
Bu yerda sakrab ketamiz. Jonim ketmadi. Zo'rman. Do'stlar, endi ketdik bizlar. Bularni o'zgina yangilashimiz kerak. Tongda borishim kerak. Salom yigitlar, salom yangi qo'shnilar, qalaysizlar? Qani ketdik. Bu yerlarni men pulsiz davolayman bu yerlarni. Dim yomon bo'lyapti bu. Sizlar ham bilinayotgan bo'lsa, like bosinglar. Ana salom. Sanab keldingmi? Endi senga bu salomga ochma, hamma narsani to'g'rilab ta'mirtalab qo'y. Qani pul beraman o'zim ishlab bo'lganingdan keyin. Mayli. Bunimi qani wow, normal narsa bor ekan. Golden bir shaharga o'xshagan. Zo'r tosh bor ekan, sariq tosh bor ekan, oddiy tosh bor ekan. Bu endi bilmadim bu nomini bilmadim. Bu esa quruvchilikda yordam beradigan. Buni oching. Wow, bu yerda instrumentlar bor ku. Shular bilan men quraman, kablayman va chopaman. Endi menga o'zim olaveraymi? Aha, olaver. Ishla undan keyin. Boshla. Mayli. Mana bitta olaylik bundan, qani. Mana bitta bundan. Do'stlar, menda kamon bor. Kamon va o'qlar bor, o'zgina. O'pchiman-da endi. O'zgina o'pchilik qilaman. O'zimga nima olmadim? Sezilmayapti, kirka olmabman. O'xmoq. Endi bundan olaman o'zgina. Menga tosh kerakmi? Hozircha tosh kerak emas bo'lishi mumkin. Faqat ta'mir talab qilmoqchiman. Hozircha blok kerak emas. O'zimda o'zgina blok bor. 6 stack. Mayli, unda boshlayver. Endi sen puling bormi? Ha, 1 stack 64 ta oltin bo'laklar bor. Shu oltin bo'laklarni qishloqlarga tarqatsak bo'larmidi? Qishloqlarda unchalik ko'p emas. Tarqatardim, lekin o'zimga kerakda endi ko'p narsa sotib olish yangimanda endi. Mayli, o'zim yordam beraman unda. Ketaver, qurib bo'lsa, kechdan kel, bo'ldimi? Mayli. Xo'lasda biz ishni boshlaymiz. Qani blok olamiz, faqirni yo'q qilamiz, blok olamiz. Qani, qaraysang. Mayli bo'lsa, qani bu yerlarni yopish kerak. Hamma yerni yopib tashlash kerak do'stlar, hamma yerni. Siz o'ylayapsizki, ishlar oson bo'ladi deb, qiyin bo'ladi. Sababi juda ham ko'p chuqurlar bor ekan bu qishloqda. Shahar qilamiz endi buni do'stlar. Shahar o'ylamang sizlar. Qishloqda shahar qilamiz buni. U ko'p suvlar bor ekan, lekin bu nima deydi? Cho'liston bo'lsa ham. Ko'pchilik biladi, 666 set tugab qol setda ko'pchilik yerlar chuqum, ya'ni cho'liston bo'ladi. Bu non och bo'lmayapman hozircha. Juda ham qiziq bularni. Bu esa chetga bo'ldi. Mana buni olib tashlaymiz. O'zgina ishlab bo'lgani videoni tugatamiz. O'zgina faqat mana ni yopib to'xtatib turaman va o'zgina yerlarni o'zim yopib tashlaman. Sababi meni telefonimda pamyat unchalik ko'p yetmaydi. 32 gigabaytlik bo'lsa yetmaydi bu. O'zim endi 28 gigabaytli to'libdi. Juda ham yomon. Bularni ham juda ham to'g'rilash kerak. Ana bu yoqda bormi? Yo'q, nima bo'lib ketgan bu yerlar o'zi? Qanaqa qishloq bu o'zi? Bundan ko'ra 999 yaxshi. Qaysi set yaxshi ekan? Menga ko'proq 999 set yoqadi. Sababi bunda 4 ta qishloq bor, 5 ta qishloq bor aytgancha men. Bittasini sanamabman, 5 ta qishloq bor. Bittasi juda ham uzoq. Qolgan 3 tasi esa juda yaqin. 100 blokda yursangiz yetib olasiz. Bu cho'plarni olib tashlash kerak do'stlar. O'sha videoni to'xtattiraman do'stlar. Do'stlar, bu qishloqda chuqurlar juda ham ko'p ekan. O'ylaganimdan ko'ra ko'p. Mana hamma yerni nima qilib tashlayapman? Yer bloklar bilan yopib tashlayapman. Bu o'tlarni hammasini olib tashlash kerak. Hammasini olib tashlaylik. Bu yerdan esa yo'l qilamiz.
Hammasini olib tashlash kerak va bu uylarni endi qismgacha uzun buzsam kerak. Sababi videoga pamyat yetmaydi. Mayli, endi hammasini yetib bo'ldi. Mana bu yerlarni keyin bu yerlarni yopdim. Bu yerlarni o'zingiz ko'rdingiz yopganimda. Menda 64 dan faqatgina 29 ta qoldi. Ana boramiz unga. Qani. Assalomu alaykum. Men ko'pchilik yerni yetdim endi. Keyin yetsam kerak. Kech bo'lgancha yetib bo'ldim. O, mallatis endi ertaga beraman pulni endi faqat o'zingni pulni yetib bitdi-ku, to'g'rimi? Ha, yetibdi. Mayli, ertaga bersangiz ertaga bering. Men obunachilar bilan xayrlashib bo'ling. Qanaqa obunachlar? Mani YouTube kanalim bor. Shu YouTube kanalda obunachilarim bor. Obunachilarga video tarqataman. Siz bilmaysiz, oldingi katta steplardi, sanonishardi. Siz ham bitta sonolashib qo'ying, obunachilar sonida. Obunachilar soni Marden emasmi? Ha, Mardenning kanali buni bo'ling. Bo'ldi. mayli, rahmat kattakon. Xayrlashib bo'ling. Endi siz xayrlashib qo'ydingiz-ku. Rahmat do'stlar. Shu yerga videoni ko'rganingiz uchun tilim aylamayapti nimagadir, mayli. Do'stlar, hammaga xayr. Endi qismgacha ozgina yo'llar qurilib, ozgina binolar qurilsa kerak. O'zim video olmayotganda o'zim ishlab tashlayman do'stlar. Do'stlar, endi sizga sayohat va sirlar kerak bo'lsa, albatta shunaqa videolar ham olaman. Mana shu setda. Kanalga obuna bo'ling, videomizga like bosing va izohlarda, kommentariyada izohlar qoldiring. Ko'p narsa yozinglar, iltimos. Aktiv tushyapsa, ko'p obunachilar obuna bo'lib, meni kanalimni unutgan bo'lsa kerak. Sababi videolarning prosmotri 100 ga yetmayapti. Eng so'nggi 3 ta videomni bilganlar bo'lsa, 100 ga yetmayapti prosmotri. Mana shu qishloqda video olganim yoqayotgan bo'lsa, har kuni video olaman. Sizlar faqat prosmotrini menga yetkazing va like bosib qo'ying va izohlarda aktiv bo'lib yursangiz kifoya. Hammaga sog' salomat bo'ling, hammaga xayr.